kiyinishga shuncha kiyim bo'lsa ham, lekin hech qaysi biri уже man ularni energiyangiz ko'tarilgan sari siz u kiyimlarni o'zingizni badaningizda ma'qullolmayapsiz bo'lar ekanda. Yangi yilga, oldingi yilga ko'ylagim bor-ku, yana boshqalar bor-ku deb o'tiribmanda, yo'q, keyingi yilga bo'lmaydi, oldingi yil kiyganim, uni kiya olmayman deb turgan joyimda, lekin ko'ylakka hali pul yo'q. Ya'ni buni yashirib hech narsani qila olmayman, chunki boshqa narsalar qishda, ayniqsa bizga fakturalar juda doğalgaz nima edi? Sizlarda ham doğalgaz deyiladimi O'zbekistonimizda? Doğalgazni o'ziga hali 15 kun oraliqda $50 keldi. Keyin shunga qaramasdan, qarang, buni men nima uchun aytib beryapman? Shunga qaramasdan men o'zimga yangi yilga ko'ylak so'ragan edim. Turmush o'rtog'imni niyati bormi, yo'qmi, uni bilmas edim. Bugun aytyaptilar, endi kelyaptilar-da, hozir ular Izmirda edi. Bugun kelyaptilar, har doim darsimga обязательно kirib qoladilar. Xuddi shunaqada ular aytyaptilar-da, men senga ko'ylak podarka qilishni o'zi niyat qilib qo'ydim. Dushanba kuni chiqib tanlab olasan, deyaptilar-da mana. Ya'ni bu 24 soat davomidagi o'zingizga pul chaqiradigan praktika bu bir kunlik emas. Siz bir kun chaqirdingizda ertaga chaqirmaysiz degani emas. Siz 500 ola oldingizmi, endi yana ko'paytirishingiz mumkin degani. Ya'ni biz shuni aytib o'tdik-da o'sha kuni. Yaratuvchida, Allohda pul juda ko'p. Sizni ongingizga sig'maydigan darajada ko'pda. Uni biz bilmaymiz. Nega? Chunki bizdagi ong yetishmovchilik, kambag'allik qaram ongida katta bo'lganmiz va ularni kamiga bizni ajdod avlodimiz shunaqada yashashgan, sabr qilib yashashgan. Shuning uchun biz o'z ongimizni juda katta bilimlar orqali kengaytirib yuborishimiz kerakki, o'shanda his qila olasiz, yaratuvchini sizga beradigan milliardlari yaratuvchi uchun bir zarradan, nuqta deylik, nuqtagacha boylik degani. Buni har doim esingizda tuting. Kengaymasak ham bo'lmaydi, chunki bu kengayish bizni dunyomiz uchun juda ham kerakli narsa. Oldin o'zimda qizg'onchiqlik his qilardim-da, menda bo'lsin. Chunki o'zimda bo'lmaganligi uchun menda bo'lsin. Opamda bo'lmasin, ukamda bo'lmasin, akamda bo'lmasin, menda bo'lsin. Onam, otam bersa, menga ko'proq bersin, ularga emas. Mana shunaqa ong ostimda bloklar bo'lgan ekanda. Hozir ham bormi? 70% bor. Chunki uni gen darajasida tozalash iloji yo'q emas, bor, ammo o'sha narsaga kelib boryapmiz.